qilish kerakligini aytaman. Shu bilan bosib boraveramiz bolalar. Ekranga yaxshilab qarab turing. Hop, biz multi-level listening part 2da 9 dan 14 gacha savollar bo'ladi va 9 dan 14 gacha gap filling savol turi bo'ladi. Ya'ni tushib qolgan so'zlarni to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Gap filling, tushib qolgan so'zlarni to'ldirish kerak. Birinchi o'rinda nimaga e'tibor berishimiz kerak? Mana bu yoqda nechta so'z yoza olamiz? One word, bitta so'z yoki bitta raqam deb qo'yibdi. Shu joyiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bitta so'z yoki bitta raqam. U yog'iga mana 9-savoldan boshlanyapti. 9-savolga qaraydigan bo'lsak, qanaqadir Susan ism berilganda ismni davomidan nima kelishi mumkin конечно. Qanaqadir familiya keladi. Ya'ni surname, last name keladi. Xo'sh, ekran yo'q-ku ustoz deyishyapti. Ekran ko'rinyaptimi sizlarga? Ekran bormi? Mana bu yog'ida ismdan keyin bor deyishyapti. Bor. Qanaqadir familiya keladi. Familiya yozib qo'yaman. Yoki family name deb yozib qo'yaman. Xo'sh, familiya keladi. Xo'p, ana endi bu yoqda nimani bilishimiz zarur? Bu yoqda ko'pchilik multi-levelda hali harflar bir-biridan ajrata olmaydi. Afsuski, siz ism yozguningizcha, familiya yozguningizcha harflarni bir-biri bilan chalkashtirib qo'ymang. Ko'pchilik chalkashtiradigan narsasi mana bu s bilan, mana bu s ni bilishmaydi ko'pchilik c ga teng emasligini. S c ga teng emasligini bilishmaydi. Mana bu s deb o'qilyapti. S. Mana bu c deb o'qilyapti. Shuni bilib qo'ying. S teng emas c ga ism familiya yozguncha. Xo'sh, yoki qaranglar yana. Ba'zilar mana bu harfni bilmaydi qanaqa o'qilishini. A teng emas, masalan, I ga. Xo'sh, demak birinchisi bu yoqda A deb o'qiladi bolalar. Mana bu ikkinchisi I deb o'qiladi. Mana shuni ham ko'pchilik bilmaydi. A bilan I ni chalkashtirib o'tiradi. Mana bu A, bu I. Xo'sh, ana endi yana bu ham teng emas. Mana bu I harfiga I. Mana bu I deb o'qilyapti. Bolalar e'tibor beringlar. Bu I deb o'qilyapti. Bu A deb o'qilyapti. Shu narsaga e'tibor beringlar. Ko'pchilik adashtiradi buni. Yoki yana harflarimiz bor. Qaranglar. Mana bu G deb o'qiladi. G ni ba'zilar ism yozguncha harflab aytganda ismlarni mana bu J bilan adashtirib qo'yadi. Bu ikkalasi bir-biriga teng emas. Bu G bo'ladigan bo'lsa, mana bu J deb o'qiladi. G, bu J. Yokida bu ham teng emas. Xo'sh, adashtirib qo'yishadi. Mana bu harf bilan H. Demak, G, J, H. Bolalar tovushlarni bir bilan adashtirib qo'ymanglar. Ana endi yana ba'zilar adashtiradi. Mana bu R harfi bilan A harfini adashtiradi bir xil. R bilan A ni. Xo'sh, bu ikkalasi umuman bir-biriga teng emas. Nimaga desanglar, mana bu R niki R deb o'qiladi. R. Bu A deb o'qiladi. Bu R degani bilan A yozib qo'ymang. R bo'ladi. Demak, bu A bo'lar ekan bolalar. Mana shunaqa. Shu harflarni adashtirmasanglar, inshaalloh, cho'tga topib ketasizlar. Ism yozish, familiya yozishlarda zo'r bo'ladi. Faqat buni mashq qilish kerak. Ko'pchilik bilmasdan kirib kalla qo'yadi. Xo'p, ana endi 10-savolga qaraydigan bo'lsak,
When debdi. Qachon? Friday, juma kuni at va qanaqadir PM. Endi PM kelgandan keyin 10-savolli javobini biz avvaldan taxmin qilib ko'ramiz masalan. 10-savolli javobi katta ehtimollik bilan nima bo'ladi bolalar? Qani. 10-savolli javobi katta ehtimollik bilan nima bo'ladi? Qosh. Qani. Soat bo'ladi, raqam bo'ladi, soat bo'ladi, to'ppa-to'g'ri soat bo'ladi. Chunki bizda PM kelyapti qanaqadir PM. Soatligini buni aniq bilamiz endi. 8 PM deydimi, 7 PM deydimi. Faqat sizlarda bitta narsa, e'tibor qilishinglar kerak bo'lgan narsa, Friday kuni, juma kunini so'rayapti bolalar. Sizlarni bu yoqda chalg'itish mumkin. Masalan, dushanba kuni soat 5 da bo'ladi desa, sizlar faqat 5 PM ni eshitib turib, dushanba degan joyga e'tibor qilmasdan olib qo'ysangiz xato bo'laveradi javobingiz. Fridayga ham e'tibor qaratib turish muhim, ya'ni juma kuni. Ana endi keyingisi color of clothes, ya'ni kiyimlarning rangi. Endi qanaqadir rang kelar ekan bu yerda. Kiyimlarning rangi bu aniq. Xo'p, as a general information 12 ga qaraydigan bo'lsak, map of building, o'sha binoni xaritasi. Available from the. Available degani mavjud degani, from the degani dan mavjud. Endi 12 da nima bo'lishi mumkin? Qaysidir oy bo'lishi mumkin. Masalan, iyuldan mavjud bo'lishi mumkin map. Yoki dushanbadan bo'lishi ham mumkin. Bilmadim. Nimadir chislo bo'lishi ham mumkin. Masalan, 12-may bo'lishi mumkin. Katta ehtimollik bilan mana shuni javobi chislo bo'lishi kerak. 12 masalan chislo. Qachondan available, qachondan mavjud. 22-maymi? Chislo deb yozib qo'yaman. Mana shunaqa taxmin qila olish muhim rol o'ynaydi bolalar. Sizlar audioni qo'ymasdan oldin xuddi mana shunga o'xshab bitta hamma javobni taxmin qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. O'qib bo'lgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Eng glavnisi bolalar. Chunki siz audioni qo'ymasdan turib hali o'qimagan bo'lsangiz, keyin audioni qo'ygan paytda o'qib olaman degan bo'lsangiz, chuchvarani xom sanagan bo'lasiz. Chunki siz bitta qulog'ingiz javob eshitishga bo'ladi, bitta qulog'ingiz mana bu savollar bilan tanishib chiqishga bo'ladi. Fokusingiz buzilib ketadi va topolmaslik ehtimolingiz ortib ketadi. Shu uchun vaqt bergan paytda man savolga qarashing mumkin degan paytda shuni yaxshilab qarab oling. U yoq bu yog'iga, tomlarga yoki devorlarga alanglab o'tirmasdan. Xo'sh, 13-savolda lunch, ya'ni tushlik. Eat in the. Osh yeyish kerak. Endi qayerdadir bo'lsa kerak. Masalan, oshxonada, kitchenda deyotgan bo'lish mumkin. Yoki kantinda deyotgan bo'lish mumkin. Oshxona, osh deb yozib qo'yaman. Kuxnya bo'lish mumkin. Oshxona. Oshxona. Oshxona bo'lish mumkin. Yana ham bilmadim endi. Mehmonxonada bo'lishi ham mumkin. Xo'sh, dальше 14-sida car park costs. Nech puldir turadi? Per day debdi. Kuniga degani men. Per day degani bolalar. Sizlarni yana chalg'itishi mumkin. Masalan, oyiga menimcha, haftasiga menimcha degan paytda aldanib qolmang. Siz per day ga qarab orientir olishingiz kerak. Ya'ni kuniga qancha turadi, o'sha haqida gap ketyapti. Part 2 da aslan mana shunaqa savollar bo'ladi. Multi-level part 2. Unaqa qiyin narsa emas. IELTS ni xuddiki birinchi partiga o'xshaydi listening bo'yicha.
Xo'sh, shu joyda savolinglar bo'ladigan bo'lsa, berib olinglar bolalar. Do you have any questions, guys? Savollar bo'lsa, именно hozir tushuntirgan narsam bo'yicha. Qosh. Qani. No. Savollar yo'q. Okay, savollar yo'q bo'ladigan bo'lsa, sizlar bilan prямо mashq qilishga o'tamiz endi. Xo'sh. One week singing. Sizlarga shunday screenshot qilib tashlab beraman hozir mana shuni. Demak. Screenshotimiz bor. Screenshot bor. Hozir audiosini ham tashlayman birgalikda. Sizlar bilan bajarib, keyin birgalikda tahlil ham qilamiz. Bu yerga test 32 bo'lyapti. Audiosini mana Telegramni o'ziga ham tashlayapman. Xo'sh, bilasizlar, multi-levelda 2 marta eshitish huquqiga ega bo'lasizlar. Bu degani rostda ham mazza degani. Rostda mazza. Ya'ni IELTSda faqatgina 1 martagina qo'yib beriladi, multi-levelda esa 2 marta eshitish imkoniga egasiz. Ya'ni imkoniyatingiz ham 2 marta oshadida to'g'ri javoblarni topish. Hozir sizlarga audiosini jo'natyapman bola. Internet juda ham tezkor ishlagani tufayli audiomiz xudo xolasa bir 5-10 minutda yetib borib qolsa kerak degan umiddaman. Xo'sh. Ungacha kommentariyada gaplashib tursak bo'ladi bolalar, audiom yetib borguncha sizlar bilan. Gapinglar bo'lsa yozinglar, javob beraman. Yarimi ketdi пока что. Yarimi почти borib qoldi. Qani. Xo'sh. Qani. Bo'ldi, audiomiz ham portda bo'ldi. Xo'sh. Sefir kurs qachon ochasiz, qaysi darajadan olasiz deyishibdi. Sefir kurs mana sizga sefir kurs mana shu. Bosing, har kuni tekin darslar o'tib beraman ertalabda. Xo'p, audioni tashladim bolalar. Demak, xohlasanglar o'zinglar eshitinglar, xohlasanglar men hozir shu kanalimni o'zidan ham translyatsiyadan ham qo'yaman va unda sizlarda 5 daqiqa bor va javoblaringizni kutaman. Part 2. You will hear someone giving a talk. For each question, fill in the missing information in the numbered space. You have 30 seconds to look at the questions.
Now, we are ready to start. Hello everyone. I'm delighted you've chosen to do this 1-week singing course. Before we start, I'll give you some important information. First of all, your teachers. As you know, we're running classes in 2 different singing styles, and each has its own teacher. The jazz course will be taught by Robert Park. Some of you will remember him from last year. And Susan Broccoli will teach you to sing songs from famous musicals. Her surname spelt Brokley. The course highlight is the concert for family and friends on Friday. It'll begin at 8:30, but if your guests want to get the best seats to watch you, theatre doors open at 8 o'clock. On the night of the concert, we want you to feel relaxed. T-shirts are fine, but we ask that they're blue so everyone looks similar. The traditional colour for concerts is black, of course, but we think that's a bit dark. You'll enjoy performing, I'm sure. Now for some other information. To find your way around the building, you can always ask your teachers or the security guard if you need help. There's also a map showing where all the rooms are, which you can get from the receptionist. I'll introduce you in a moment. The lunch break will be at 1 p.m. We don't have a cafe, I'm afraid. There's a kitchen for preparing food, but there's nowhere to sit and eat there. So, take your sandwiches or whatever to the hall, much nicer, with a view of the garden next door. If anyone's using the public car park, there's a charge. A monthly pass costs £20. As you're only here for a week, it's cheaper to pay daily, which is £3, so that'll only cost you £15 in total, okay? So, any questions? Listen again. Hello everyone. I'm delighted you've chosen to do this 1-week singing course. Before we start, I'll give you some important information. First of all, your teachers. As you know, we're running classes in 2 different singing styles, and each has its own teacher. The jazz course will be taught by Robert Park. Some of you will remember him from last year. And Susan Broccoli will teach you to sing songs from famous musicals. Her surname spelt Brokley. The course highlight is the concert for family and friends on Friday. It'll begin at 8:30, but if your guests want to get the best seats to watch you, theatre doors open at 8 o'clock. On the night of the concert, we want you to feel relaxed. T-shirts are fine, but we ask that they're blue so everyone looks similar. The traditional colour for concerts is black, of course, but we think that's a bit dark. You'll enjoy performing, I'm sure. Now for some other information. To find your way around the building, you can always ask your teachers or the security guard if you need help. There's also a map showing where all the rooms are, which you can get from the receptionist. I'll introduce you in a moment. The lunch break will be at 1 p.m. We don't have a cafe, I'm afraid. There's a kitchen for preparing food, but there's nowhere to sit and eat there. So, take your sandwiches or whatever to the hall, much nicer, with a view of the garden next door. If anyone's using the public car park, there's a charge. A monthly pass costs £20. As you're only here for a week, it's cheaper to pay daily, which is £3, so that'll only cost you £15 in total, okay? So, any questions? This is the end of Hop, yaxshi, bu yoqda 2 marta eshitdinglar bolalar. Javoblarni yozib qoldiramiz ana endi. Ekranni translyatsiyasini savollarga olaman. Bunaqa qiyin bo'lmadi degan umiddaman. Tем более 2 marta eshitdinglar. Oson bo'lgan bo'lsa kerak, ko'pchilik topgan bo'lsa kerak deb o'ylab turibman. Javoblar deganimda tashlashyapti. Давайте, hamma yechib bo'lganlar javoblarni tashlaymiz. Xo'sh, давайте. Qani, javoblarni tashlaymiz. Bosinglar.
Давайте. Ko'pchilik hali yo'lda javoblarni yozishyapti endi. Oho. Endi eshitib olishdi shekilli. Qani. Yaxshi. Давайте hamma yozamiz javoblarni. Men sizlarga javoblarni bu yoqda yozib turaman o'zim. Hozir bittada to'g'ri javoblarni jo'nataman. Xo'sh. Katta harfda yoki kichik harfda yozganingiz umuman ahamiyatga ega emas. To'g'ri topgan bo'lsangiz bo'lgani. Mana javoblarni jo'natdim bolalar. Ana endi javobinglarni tekshirasizlar-da. Hozir aprosnik qoldiraman. Ana sizda 6 tada nechta topa olgansiz? Nechta topa oldingiz deb qoldiraman. Xo'sh, demak hammasi 5 ta, 4 ta, 3 ta, 2 ta, bitta va 0 ta. 0 ta topganlar ham bo'lishi mumkin agar ularning darajasi beginner bo'ladigan bo'lsa. Ana aprosnikka javob beringlar-chi bolalar. Menimcha ko'pchilik hammasini topib olgan. Kommentariyaga qarayapman. Full bitta xato 6 tadan 6 ta, 6 ta 4 ta, 5 ta topganman. 2 ta 4 ta, 5 ta 4 ta, 4 ta 4 ta. Okey, hozir tahlil ham qilib beraman. Nimaga kimda xato bo'lgan, o'sha haqida gaplashamiz. Xo'p. Yaxshi. Demak, 21% odam hammasini, 26% odam 5 ta, 25% odam 4 ta topgan. Ya'ni kim 51, 76% odam 4 tadan ko'p topgan. Teacher, shunaqa listening xatdan olyapsiz. Hammasini topdim. Yozishda xato qilyapman. Yozishda xato qilayotgan bo'lsangiz, spellingga e'tibor bering. So'zlarni to'g'ri yozilishini lug'atdan tekshirib boring har doim. Yozilishda xato qilsangiz bo'ldi, tamom xato bo'lib ketadi bu yog'i. Xo'p, demak, sizda qaysida xato bo'lishi mumkin? Qaysi savolda xato qildingiz? Qaysi savolda xato qilganinglarni yozib qoldiringlar bolalar. Men ungacha nechta topganlar, qanaqa ball olishi mumkinligi haqida gapirib o'taman. Hozir bu yoqda 4 ta va undan ko'p topganlar inshaalloh multi levelda ham xuddi shunaqa natija qayd eta oladi. Agar siz 3 ta va undan kam topgan bo'lsangiz, mana shu listeningni hozircha multi level topshirmaganingiz yaxshi. Topshirmoqchi bo'lsangiz, may oyida topshirganingiz yaxshi. 3 ta va undan kam topganlar. Qaysi savolda xato? Demak, 3 to 5, 13 ta, 13, 12, 13, 14, oxirgi 3 tasida xato. 13, 14, xullas 12, 13, 14 larda xato ekan. Давайте unda ekranga nazar solamiz. 12, 13, 14 ko'pchilik aytibdi. Mana qaranglar. Map of the building, ya'ni binoni xaritasi available degani mavjud. Men qanaqadir sana deb o'ylovdim,
lekin senga mana shu odam beradi deb odamni bitta kasbni aytib ketdi bu yoqda. Kasb bo'lganda ham receptionist, ya'ni qabulxonachi degan kasbni aytib ketdi. Hozir shu joyni eshittirishga harakat qilaman sizlarga. Xo'sh, iminni o'sha joyidan qo'yib. Receptionist. Hello everyone. I'm delighted, but we asked that they're blue so everyone looks similar. Eshitib turinglar. The traditional colour for concerts is black, of course, but we think that's a bit dark. You'll enjoy performing, I'm sure. Now for some other information. To find your way around the building, you can always ask your teachers or the security guard if you need. Sen teacherdan yoki security guarddan so'rashing mumkin debdi. O'qituvchidan yoki security guarddan. Bu yoqda ikkalasini ham qo'yib bo'lmaydi. So'rashing mumkin debdi. Yo unisini yo bunisini qo'yish kerak degan variant bo'lsa, qanaqa tanlaymiz bittasini? Ikkalasini ham aytibdi. Shuning uchun jim eshitish kerak edi. Help. There's also a map showing where all the rooms are, which Ana endi map bor, xonalar qayerdaligini ko'rsatadigan debdi. Map haqida gap ketyapti. you get from the receptionist. I'll Which you get from the receptionist debdi. Ya'ni get. Sen receptionistdan olasan o'shani debdi. Mana bu available bilan, ya'ni mavjud bilan как бы get sinonim qilib beryapti listeningda. Va receptionistdan olasan, qabulxonachidan. Reception bilasizlar, qabulxona o'quv markazlariga kirsanglar, birinchi receptionga uchrashasizlar, to'g'rimi? Qaysi o'qituvchiga, qaysi darsga kirishinglarni o'sha receptionist, ya'ni administrator deydi hozirgi bizning tilimizda. O'sha hal qilib beradi, to'g'rimi? Receptionist degan javob olyapti va buni qanaqa yozilishini ham ko'rib olinglar, bilib olinglar. Receptionist. Xo'p, keyin aytishdi 12 da xato qildik ustoz, 13 da xato qildik deyishdi. Lunch. Mana buni sizlarni chalg'itib ketdi. Oshxonada yesang bo'ladi, lekin stul yo'q, stul yo'q dedi. Mana qaranglar. introduce you in a moment. The lunch break will be at 1 p.m. We don't have a cafe, I'm afraid. There's a kitchen for preparing food, but there's nowhere to sit and eat there. Kitchen bor, lekin there is nowhere to sit and eat debdi. Kitchen borlikka bor, lekin o'tirishga joy yo'q debdi. Shuning uchun kitchenni javob qilib olmaslik kerak edi. Sen kitchenga o'rin yo'q degandan keyin hallga bor deb aytadi, mana qarang. So, take your sandwiches or whatever to the hall. Much nicer. Take your sandwiches, sandwichlaringni to hall debdi. Ya'ni hallga olib bor debdi. Ya'ni zalga olib bor. Hall zalliga esingizda turgan bo'lsa, bitada topardingiz. 14-sida men aytdim bolalar, sizlarni chalg'itadi. Oylik mana buncha, haftalik mana buncha deydi. Sizlar kunligini topishinglar kerak. Per day. Per day kuniga. Hozir uni ham aytadi, mana eshitamiz. With a view of the garden next door. If anyone's using the public car park, there's a charge. A monthly pass costs £20. Monthly cost debdi. Monthly, ya'ni oylik. Oylik 20 pounds ekan, 20 funt ekan. If you're only here for a week, it's cheaper to pay daily, which is Agar bir haftaga kelsang, daily cheaper bo'ladi senga debdi, ya'ni kunlik. £3. So that's Which 3 pounds debdi, ya'ni daily per day, bu dailyni как бы sinonimi. Xo'sh, kunlik. O'sha kunlik ham atiga 3 pound ekan. Sizga просто 3 harfini, 3 raqamini yozish qolganda xolos. Pound qo'shib yozmaysizlar, chunki mana bu yerda poundni znaki berilgan joyda so'zi yozib o'tirilmaydi bolalar. Ana shunaqa. Xo'sh. Tushuntira oldimmi? Tushuntira olgan bo'lsam, ha ustoz, tushuntira oldingiz. Tushuntira olmagan bo'lsam, yo'q ustoz, tushuntira olmadingiz deb aytsanglar bo'ladi. Ko'pincha mana shunaqa savollar tushadi bolalar. Ana shunaqa. Xo'sh.
Yes, yes, ha. Yes, perfect, super deyishibdi. Yana bitta bosib yuboramizmi? Nima deysizlar? Yana bitta bosib yuboramizmi? Ha, ustoz, yana bitta bosib yuboramiz desanglar, gap yo'q, bosib turaveramiz. Qani. Yana bitta desanglar, yana bitta. Xo'sh. Ha, deb shuncha kishi aytib tashlabdi. Okay, great. Bosib yuboraveramiz bolalar. Faqat bunisiga men tushuntirish bermayman. O'zinglar tarjima qilib, o'zinglar taxmin qilib topasizlar. Nima javob bo'lishi kerak, nima qilish kerak. Mana sizlarga savollar. Xo'sh, hozir audiosini ham tashlab beraman. Bitta so'z yoki bitta raqam yozishinglar kerak. Hop, audiosi ham sekin boryapti. Ungacha gurungdan olib tursanglar bo'ladi. Savolinglar bo'lsa so'rab, o'zimni videoyimni qo'shdim hozir. Hop, so'rab nimalardir deb. Kommentariyaga qaraylikchi. Audio qani? Audioni topib bermangga debdi kimdir. Audio yo'lda bolalar, sabr qilib turinglar, boryapti. Kabutarni oyog'iga bog'lab jo'natib yubordim. Sekin toshbaqaga o'xshab o'rmalab boradimi bilmayman. Yarmi yetib boryapti endi. Savollarni o'qib tahlil qilib turamiz. Nima javob bo'lishi mumkin? Keyin audio bitta 5 daqiqa bo'ladi. Audioni eshitib, savolga javob berib, menga sira jo'natamiz. Faqat diqqat bilan 2 marta eshitinglar, boyagi natijalaringdan yaxshiroq topishinglar kerak bo'ladi bu safar. Okeymi? Kelishdikmi? Siz listening part 2 qilayotganda umuman tushunmayapman. Darrov o'sha joyini o'qib kelmasdan uzoqdan boshlab keldi. Hamma fokusim testda berilgan so'zni kutishga. Kim baribir tushunmayapman. Listeningga o'xshab yo'qmi eshitish uchun narsa so'rayman deb esimdan chiqibdi. Endi Bahoroy bu yoqda ma'lum bir ma'lumotlarga e'tiboringizni qaratib turasiz. Soat aytadimi, ism aytadimi, restoranni nomimi, masalan, activity bo'lsa, ular siz oldindan taxmin qilib turishingiz kerak har bitta savolni javobini. Masalan, activity bo'lsa, futbol, voleybol, tennis shunga o'xshagan narsa bo'ladi. Masalan, nimanidir bring, olib kel deydigan bo'lsa, pasport, ID, mana shunaqa javoblarni taxmin qilib, shu so'zlarni tutib turishingiz kerak bo'ladi. Shunda topa olasiz javobni. Audio bordi xullas bolalar. 5 daqiqa bo'lsa, 6:42da javoblaringizni kutaman. Ketdik. Part 2. You will hear someone giving a talk. For each question, fill in the missing information in the numbered space. You have 30 seconds to look at the questions. Now, we are ready to start. Good morning. You've all booked a trip to Gullum tomorrow, and I'd like to explain the arrangements for what will be a great day out. This is one of our most popular trips, so you're sure to enjoy it. We're meeting at 8 o'clock in the morning,
as the bus will go at exactly 8:15. This is instead of the usual departure time of 8:30. The reason for this is that after picking you up, we've got to collect a number of passengers from other hotels. To get on the bus, please meet at the entrance to the hotel rather than at the reception desk, which gets quite crowded in the mornings. So, to the trip itself. Our first stop will be at a magnificent ruin just outside Gullum. It used to be a palace. I'm sure the guide mentioned it during the tour of the ancient theatre, if you went on that yesterday. The atmosphere there's really special, as you'll see for yourselves. Afterwards, we'll drive on to the Wakizi restaurant on the Gullum River for lunch. That's spelled W-A-K-I-Z-I, by the way. Do check their menu online. It's fantastic. There'll be plenty of time to take photos while we're there. In the afternoon, we'll stop at Gullum Beach, where there's a choice of activities to do. One option is to go diving. The variety of fish species on this part of the coast is quite amazing. For those people who like volleyball, we're organising a competition on the beach. Unfortunately, at this time of year, sailing isn't possible due to the lack of wind. We'll provide towels and beach chairs, but please don't forget the sun cream, as the temperatures are very high. You'll need it even on a cloudy day. The bus will be... it's about a 30... Listen again. Good morning. You've all booked the trip to Gullum tomorrow, and I'd like to explain the arrangements for what will be a great day out. This is one of our most popular trips, so you're sure to enjoy it. We're meeting at 8 o'clock in the morning, as the bus will go at exactly 8:15. This is instead of the usual departure time of 8:30. The reason for this is that after picking you up, we've got to collect a number of passengers from other hotels. To get on the bus, please meet at the entrance to the hotel rather than at the reception desk, which gets quite crowded in the mornings. So, to the trip itself. Our first stop will be at a magnificent ruin just outside Gullum. It used to be a palace. I'm sure the guide mentioned it during the tour of the ancient theatre, if you went on that yesterday. The atmosphere there's really special, as you'll see for yourselves. Afterwards, we'll drive on to the Wakizi restaurant on the Gullum River for lunch. That's spelled W-A-K-I-Z-I, by the way. Do check their menu online. It's fantastic. There'll be plenty of time to take photos while we're there. In the afternoon, we'll stop at Gullum Beach, where there's a choice of activities to do. One option is to go diving. The variety of fish species on this part of the coast is quite amazing. For those people who like volleyball, we're organising a competition on the beach. Unfortunately, at this time of year, sailing isn't possible due to the lack of wind. We'll provide towels and beach chairs, but please don't forget the sun cream, as the temperatures are very high. You'll need it even on a cloudy day. The bus will be... it's about a 36... Xo'p, tugadi bolalar. Javobinglarni yozib olinglar, давайте. Ana javobinglarni yozinglarchi, kim nechtadan topdi. Hop. Давайте. Hamma javobini yozsin. Hamma qilganda. Давайте. Hozir mani o'zim to'g'ri javob bilan jo'nataman. Давайте, bosamiz bola. Sizlarni kutib turibman.
Oho, hali yana 10 kishicha yozyapti javoblarni. Qayta va qayta eshitib yozayotganlar ham bo'lsa kerak-da. Aha, давай. Давайте. Yaxshi, mana достаточно odam yozdi. Men javoblarni tashlayman. Qani. Xo'sh, javoblarni tashladim. Ana endi yana bitta опросник qilaman. Xo'sh, bu safargisi sal challengingroq bo'lgan. Nechta topa oldingiz? degan savol. Xo'sh, hammasi 5 ta, 4 ta, 3 ta, 2 ta va 1 ta va 0 ta. Qani katta опросникка javob beringlar-chi. Menimcha hammasini topib olganlar bu safar kamroq bo'lsa kerak to'g'rimi? Xo'sh, 3 ta, 5 ta, 1 ta, 4 ta deyishyapti. Buni audiosi nisbatan chalg'ituvchi bo'ldi sizlarni. Masalan, birinchi savolni o'zida 2-3 ta soatni aytib tashadi. Birinchi soatni o'zida masalan kimdir mana buni bilmagan bo'lsa, quarter past 8. Kimdir mana shuni bilmagan bo'lsa, quarter past 8 ni bu soatni bilmaydi-da. O'zi quarter past 8 degani soat nechi bo'ldi degani bolalar o'zi. Quarter past 8. Birinchi savolga qaraydigan bo'lsak. Quarter past 8. Quarter past 8 degani 8:15 degani. Oldin biz 8:30 da borardik, bu safar 8:15 da chiqib ketamiz, chunki boshqani ham olishimiz kerak dedi-da. Keyin meet before trip, ya'ni tripdan oldin hotelni entrance degani kirish qismi degani. Entrance uchrash dedi bolalar. Bu yoqda 8:15 bo'lgan bo'lsa, keyingisida entrance ya'ni kirish bo'ldi. Metrolarni eshigiga ham yozib qo'yadi-yu, entrance kirish deb. Yana biror joyda ko'rgan bo'lsangiz, xullas entrance kirish degan. Ana endi 11 da ruin degani xaroba degani. Xaroba nimaniki bo'lishi mumkin deb eshitib turganinglarda palace so'zini aytib ketdi. Palace bu qasr, saroy degan edi. 12 da endi spell qildi, o'zingizlardan qolar gap yo'q edi bu yerda. 13 da aytdim, activity bo'lishi kerak, qanaqadir, ya'ni nima deydi, sport turi, mashg'ulot, diving dedi, sho'ng'ish sport turini kutib turuvdim o'zim ham. Endi diving nimaligini bilmaydigan odam, diving so'zini bilmaydigan odam, конечно, bu yerda topolmasdi javobni, yoki 11 da palace so'zini bilmaydigan odam javobni, конечно, topolmasdi. Bring o'zing bilan nima olib ketadi? Sochiq-pochiqlarni beramiz, faqat sun kremini, quyosh kremini olib o'zing bilan deb aytdi bolalar. В принципе, unaqa qiyin narsa emas edi. Agar siz aytaylik bu yoqda 3 tadan kam topgan bo'lsangiz, hali multi-level listeningiga tayyor emassiz deb men bemalol ayta olgan bo'lardim. 4 ta, 5 ta, 6 ta topgan bo'lsangiz, tayyorsiz deb ayta olaman bolalar. Umumiy sizlarni agar 3 ta va undan kam topgan bo'lsangiz, umumiy general Englishingizni ko'tarish kerak bo'ladi. Umumiy general Englishdagi listeningni ko'tarish kerak bo'ladi. Ya'ni siz o'z darajangizga mos audiolarni tinglashingiz kerak bo'ladi. Yaqinda ochgan General English kursimda bunga ko'p yechimlar berdim. O'tgan safar nimani eshitishinglar kerakligi haqida ma'lumotlar berib o'tgandim bolalar. Yana bir marta harakat qilaman hozir sizlarga o'sha kerakli
saytni tashlab berishga har bitta level uchun mos listening topa olishinglar uchun hozir qizg'onmayman. Kimdir qizg'onyapti deb o'ylashi mumkin. Men tashlab beraveraman, qizg'onmayman. Mana bu saytga kirsanglar, hamma level bo'yicha audiolar va audiolarga mos mashqlar va o'sha mashqlarga mos tekstlari bor, listeninglarni. Mana shunda siz o'zingizni darajangizga mos A1 bo'lsa A1, B1 bo'lsa B1, B2 bo'lsa B2, o'shanga yarasha mos General English bo'yicha mashq qilishingiz kerak. Eng muhim narsa bo'ldi. Sizlar shunchaki mashq bajarib o'tib ketmang. Siz o'sha mashqdagi audioni iloji boricha tushunishga harakat qiling. Savolda so'zlarni bilmay qoldingizmi, o'sha so'zlarni yodlab ketishga harakat qiling. Va kun davomida ko'proq inglizcha audio materiallar tinglashga harakat qiling, o'z darajangizga mos. Shunda u savolni yechgan bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Men o'zimning tajribamdan aytadigan bo'lsam. Xo'p, okey. Bugungi darsimizni Alloh o'zi manfaatli qilsin. Darsga qatnashgan barchaga rahmat bolalar. Bugun marafonimizni 3-kunini ham yakunlab oldik. Alhamdulillah. Va sizlar bilan va'da oxirigacha polniy multilevel kursini sizlarga mana shu muqaddas Ramazon oyida men o'zim tugatib beraman. Prosta sizlar hafsala qilib darslarga kirib o'rgansanglar bo'lgan. Keyingi darslarda ko'rishguncha bolalar, sog' bo'ling, salomat.